Rasulimiz alayhissalatu vassalam Toifdan Makka Mukarramaga qaytib kelganlaridan keyin azizlar, bu Toifdagi bo'lgan voqealar, u yerdagi Rasulimiz alayhissalatu vassalamga zulmkor, tajovuzkor holatda qarshi olishliklar qattiq ta'sir qildi. Rasulimiz alayhissalatu vassalam undan avval o'zi amaklari Abu Tolibdan ajrab, jufti halollari Xadicha onamizdan ajrab, og'ir judolikka uchrab, o'zlari uchun mana shu yilni mahsunlik yili deb Toifdan umid qilib Toifga ketgan edilar. Toifdagilar islomni qabul qilsa edi degan orzuda edilar. Lekin o'zingizga ma'lum bo'lgan voqea Rasulimiz alayhisolatu vasallamni qattiq ranjitdi. Hatto o'shanda Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlarini zaifliklari bilan Allohga duo ham qildilar. Endi Makkada turib Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana shunday holatda, mahzunlik holatda turgan bir paytda insoniyat tarixida biror bir insoniyatga ko'rsatilmagan muruvvat ko'rsatildi. İltifot ko'rsatildi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamga Alloh azza va jalla shunday bir ne'mat ato qildiki, hali biror bir payg'ambarga bunday ulug' maqom berilmagan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Ka'batullohning ichida xatim tomonida o'sha Hijri Ismoil, ya'ni oltin tarnoning tagida uxlab yotgan edilar. Ba'zi rivoyatlarda Ummuxoni onamizning uyida uxlab yotgan ham edilar deydi. Tarixni o'rganishligimizda azizlar, biz asl mazmun mohiyatiga bo'lgan voqealarni o'ziga fikrimizni qaratishligini xohlagan bo'lar edik. Ba'zi tarixiy masalalarni, tarixiy voqealarni aytayotganimizda mayda holatlarda tortishuv qilmaslik. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Ummuxoni onamizda uxlab turib keyin Merojga chiqib ketdilarmi yoki Ka'bani oldida uxlab turib chiqib ketdilarmi deb tortishishlikdan ko'ra bu bo'lgan voqeani asl holatiga, ya'ni bundan ko'zlangan maqsadga va bu voqeani ulug' ekanligiga e'tiborimizni qaratishligimiz ma'qul bo'lar edi. Biz esa bugun ayni mana shu Rasulimiz alayhisolatu vasallamning Isro va Meroj voqealarini aytib bermoqchimizmi? Buni biz Sahihul Buxoriyga murojaat qilib, bu kitobdagi holatini yetkazishlikka harakat qilyapmiz. Rasulimiz alayhisolatu vasallam demak o'sha Ka'batullohda oltin tarnov ostida xatimda uxlab yotgan edilar. Alloh azza va jalla Jabroil alayhisalomga buyuk bir topshiriq berdi. Jabroil alayhisalomni yer yuziga tushishlik va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga borib uxlab turgan holatlarda uyg'otib, Buroq deb atalmish bir markab hayvonga mindirib Meroj qilishlikka, osmonga olib chiqishlikka amr qildi. Azizlar, bu katta maqom, katta ne'mat. Bizning suyukli payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bu narsa berilyapti azizlar. Jabroil alayhisalom tushdilar. Rasulimiz alayhisalom uxlab yotganlarini ko'rib uyg'otdilar va Rasulimiz alayhisolatu vasallamga bu xush xabarni yetkazdilar. Bu juda ham katta xush xabar edi. Bu voqea ikki xil, buni doim yodimizda tutishimiz kerak. Isro voqeasi va Meroj voqeasi bu ikki xil holat azizlar. Isro bu o'sha Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga sayr qilishlik, Meroj esa yuqoriga ko'tarilishlik voqeasidir. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda Isro haqida shunday deydi. Estaizu billah. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. الله marhamat qilib aytayaptiki, o'zini bandasini, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamni o'z oyat qudratlarini ko'rsatmoq uchun atrofini